Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menlar yaxshi turinglarmi? Arada bir qancha hafta, ya'ni 2-3 hafta bo'lib qoldi. Biz ya'ni dars chiqarmag'ili. Ya'ni bu oy, ya'ni bu 8-oyda men biroz aram elib degandek, ya'ni o'zimning yig'ilib qolgan ishlarimga markazlashtirish tegishli bo'lgan ishlarim bor bo'lib qolib, ya'ni shu ishlarni tufaylidan darsni biroz aram elib, ya'ni to'xtatib turishni qaror qilib, shu 2-3 hafta bo'ldi men dars yo'llamag'ili. Bugun qaytadan biz to'xtab qolgan darsimizning davomini davomlashtirsak, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar, ya'ni biz 4-bobning 1-oyatdan 15-oyatga qadar mazmun, ya'ni Samariyalik ayol degan shu mazmunni so'zlab, ya'ni shu mazmunning oq ko'rinishiga to'g'ri keladigan bir qancha mazmunlarni so'zlab o'tgan edik. Bugun biz darsimizning davomini ulab turib 4-bob 16-oyatdan 30-oyatga qadar mazmunlarni ko'rib o'taylik. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz mazmunni boshlashdan burun bugungi mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. Hazrat Aysa berib eringizni boshlab keling dedi. Erim yo'q deb javob berdi ayol. Erim yo'q deb rostini aytdingiz. 5 erga tekkan edingiz. Hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi. Buni to'g'ri aytdingiz dedi Hazrat Aysa. Taqsir, endi tushundim. Siz aslida payg'ambar ekansiz. Shunga aytib bersangiz, ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan. Lekin sizlar Yahudiylar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb ching turasizlar dedi ayol. Hazrat Aysa uningga mundaq dedi. Xonim, so'zlarimga ishoning. Shunday bir vaqt keladiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishining hojati qolmaydi. Sizlar Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Biroq biz Yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutqizish Yahudiylar orqali dunyoga keladi. Lekin shunday bir vaqt keladiki, shundaqlar kelib qoldiki, kishilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qiladi. Aristokratimiz o'ziga ana shunday haqiqiy ibodat qiluvchilarni izlamoqda. Xudo ruhdir. Uning ibodat qiluvchilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qilish kerak. Ayol Hazrat Aysoga Masihning, ya'ni qutqizuvchining keladiganligini bilaman. U kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib beradi dedi. Siz bilan so'zlashayotgan men u bo'laman dedi Hazrat Ayso. Dal shu chaqda Hazrat Aysoning shogirdlari qaytib keldi. Ular uning bir Samariyalik ayol bilan so'zlashayotganligiga hang-tang qilishdi. Lekin hech qaysi Hazrat Aysodan siz uningdan nima so'ramoqchisiz yoki siz nimishga uning bilan so'zlashsiz debmi so'ramadi. Shuning bilan ayol ko'zasini tashlab shaharga qaytib berib kishilarga Yuringlar, hayotimda qilgan ishlarimning hammasini menga aytib bergan odamni ko'rib kelinglar. Ajba qutqizuvchi Masih shumudu dedi. Buning bilan kishilar shahardan chiqib Hazrat Aysoning oldiga kelishga boshladi. Xo'sh qarindoshlar, biz bugungi mazmunni boshlashdan burun, ya'ni oldingi qatimliq darsimizni, orada biroz darsimizning vaqti uzrab ketgan bo'lsa-mu, qisqacha bir ko'rib o'tsak, ya'ni eslab o'tsak, oldingi qatim biz ya'ni 4-bobda Hazrat Ayso Jaliliyaga qaytish uchun, ya'ni Yahyo payg'ambardan ko'p shogird qabul qilib ularni cho'milib etibdi degan xabar parsiyaga yetganligi uchun Hazrat Ayso u yerda turmay Yahudiya o'lkasidan chiqib Jaliliyaga ketmoqchi bo'lgan emasmi? Shunga Jaliliyaga ketish yo'l ustida Samariya o'lkasiga kirib o'tgan Hazrat Ayso. Ya'ni shu Samariya degani Sihar degan yezida, Yaqub quduqi degan shu quduq bor joyda Hazrat Ayso safarda charchaganligi uchun, hamshunali shu vaqtda bo'lganligi uchun shu quduqda qolgan vaqtida yana uning shogirdlari bo'lsa, bu yez markaziga yemak setib olish uchun shu yezning elim setim qilgan shu joyiga ketgan vaqtida Samariyalik ayol suv kelganda Hazrat Aysoning dal shu Samariyalik ayol bilan qilishgan, so'zlashgan mazmunlarni biz oldingi bobda biz qisqacha so'zlab o'tgan edik. Ya'ni Samariyalik ayol bilan Hazrat Aysoning orasidagi mazmun, ya'ni ularning so'zlashgan dialogidagi markazlik tema nima desa, suv to'g'risidagi hayotlikning, ya'ni haqiqiy insondagi chanqashni, tashnalikni qandira oladigan hayotlik suyi,
ya'ni suv to'g'risidagi shu mazmun. Aslida Hazrat Isa samariyalik ayoldan ya'ni suv bersingiz deb suv so'ragan vaqtida bu samariyalik ayol bo'lsa o'zingiz Yahudiy turib mendek samariyalik ayoldan qanday sizga suv so'rab qaldingiz deb turib shunday ya'ni shu vaqtdagi Yahudiylarning urf odatlari, qarashlari, madaniyati degan ularning shu jamiyatda shu shakllanib qolgan qarashlari qimmat qarshi bo'lsin, madaniyat qarshi bo'lsin, shuna qarashlari bo'yicha Hazrat Isoga javob qaytardi. Ya'ni siz Yahudiy turib mendan nima ishga suv talab qilib qaldingiz? Mendan qanday siz suv talab qaldingiz deb so'ragan vaqtida Hazrat Iso shu vaqtda siz Xudoning so'g'itining nimaligini va sizdan usullik so'ragan kishining kim ekanligini bilsangiz edi, unda siz uningdan shuni tilaytdingiz, u sizga hayotlik suyun beradi deb turib. Ya'ni garchi bu yerda suv odatdagi biz iste'mol qiladigan suv to'g'risidagi shu tema bilan boshlangan bilan Hazrat Iso bu suv to'g'risidagi bu temani hayotlik suyi deb turib, bu yerda qutqizilish yo'li, Xudoning haqiqati bo'yicha bu yerda javob qaytarganligini va shu Xudoning haqiqati bo'yicha bu ayolga yaqinlashganligini biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Hazrat Isoning bu ayolni izlab kelib, bu ayol bilan paranglashgan deymiz. Ya'ni bu ayolning kundalik turmushidagi, kundalik iste'molidagi shu tema bilan bu ayolga yaqinlashgan bilan Hazrat Isoning haqiqiy bu ayolning ichidagi tashnaligini, haqiqiy bu ayolni bilib turib, bu ayolga yaqinlashib turib, bu ayolga shu haqiqatni, o'zining kim ekanligini tunutganligini, ya'ni Xudoning o'zining oldi bilan bizni izlab kelganligini ham biz bu orqali, bu misol orqali ham ko'ra olamiz. Chunki dal shu oyatda, ya'ni bugungi mazmun emas, shundan keyingi mazmundalar shogirdlari qaytib kelganda, ya'ni yemaklik setib olib qaytib kelib, Hazrat Isoga azroq bir narsa yeviling desa, Hazrat Iso deydi, mening sizlar bilmaydigan bir yemaklikim bor deydi. Va shogirdlar acaba bir uning yemaklik kelib berganmidi degan vaqtida Hazrat Iso ularga, mening yemaklikim bo'lsa, bu biz yeydigan yemaklik emas, ya'ni biz iste'mol qilgan yemaklik emas, balki mening yemaklikim meni avatgan Xudoning irodasini amalga oshirish va uning menga topshirgan ishini tamomlashdir deb turib, Hazrat Iso shogirdlariga bu yemaklikni bu faqat bizning yemakligimiz, hayotligimizning mavjudligidagi yemaklik ekanligini ham demasdim, balki yemaklikning Xudoning irodasini tamomlash, Xudoning irodasini amalga oshirish, Xudoning o'ziga topshirgan shu ishini tamomlash bo'lsa, bizga kunda yemaklik orqali, o'zimiz iste'mol qilgan yemaklik va narsalar orqali bizning tinimizning sog'lomligini va kuch-qudratini, o'zimizning hayotimizdagi shuna bir immunit kuchimizni oshirganga o'xshash, o'zimizga bir xo'shallik, ya'ni xo'shal va sog'lom bo'lgan hayotimizni davomlashtirish uchun biz sog'lom va yemakliklarni yeyish orqali o'zimizga kuch va immunit shuna bir sog'lomlik topganimiz o'xshash Hazrat Iso deydi. Ya'ni bizning kuchimiz, sog'lomligimiz, bizning immunitimiz bo'lsa, shu biz iste'mol qilgan yemaklik bilan bo'lmasin, balki Xudoning irodasini amalga oshirish, Xudoning topshirgan ishini tamomlashning ham bizning hayotimizga, bizga, ya'ni hayotimizni bizga qanchalik immunit kuchi, ya'ni hayotlik yo'limizda, hayotlik turmushimizda biz yuz keladigan, bizning hayotimizda duch keladigan shunday ishlarga qarshi tura oladigan immunit kuchini, ya'ni bizning anqarash qobiliyatimizni, masalan, yomon bilan yaxshini, ya'ni Xudoning haqiqatining yo'limi, ya'ni haqiqat yo'limi yoki dunyoning yo'limi, Xudoning so'zimi yoki bu mening o'y xiyolimdagi, mening orzuyimga xos, mening o'z xohishimga xos ishlarmi, menga tava ishlarmi, menga tava planlarmi yoki haqiqatan Xudoning so'zi orqali, Xudoning ustimdagi irodasi orqali menga bergan, menga anqarat qilgan shu so'zlarmi degan shunday bir anqarash qobiliyatini va haqiqatni anqaralaydigan, haqiqat yo'lida ma'laydigan bizning arzu havaslarimiz kelkundek eqib kelgan vaqtida, bizning esoylarimiz kelkundek eqib kelgan vaqtida va yoki dunyoning iqimlari bizni sanjib, bizni dunyoning iqimlari o'z qo'yniga qamsimoqchi bo'lgan vaqtlarida biz o'zimizning salohiyatimiz bo'lgan Xudoning farzandi deb atalgan shu salohiyatimiz bo'yicha haqiqatning ijrochilari sifatida biz haqiqat ustida tura oladigan, har vaqt, har zamon, har qanday ishlar ustida biz anqirab turib, haqiqat
haqiqatni anqirab turib, Xudoning so'zini anqirab turib, shularni farq etib turib, haqiqat ustida, ya'ni Xudo xursand bo'lgan, Xudo yetaklayotgan shu yo'lda tura oladigan, shunday bir immunit kuchimizni, farq etish kuchimizni, zihniyatni, farq etish qobiliyatini, dal shunday bir bizning ruhiy jihatdagi shunday bir immunitni bizga ato qildig'ini dal shu Xudoning irodasini amalga oshirish, Xudoning bizga topshirgan ishini tamomlash bo'lsa, bizga ana shunday ruhiy jihatdagi immunitni va bizga hayotimizda ham har vaqt haqiqatni anqira oladigan, haqiqat o'shtira oladigan, Xudoning bizga yetaklagan yo'llarini anqira oladigan shunday bir ro'shan bir qalbni ato qildigan va shunday bizga ruhiy jihatga bir sog'lom bo'lgan, shunday bir kuch-qudratni, sog'lom bo'lgan bir immunitni, sog'lom bo'lgan bir e'tiqodchilik hayotni bizga ato qildiganligini, ya'ni haqiqat yo'lida, hayotlik yo'lida ma'nolaydigan shunday bir hayotiy kuch, hayotimizni davomlashtira oladigan, hayotlik yo'lida mingib hayotimizni, ya'ni mangu hayotlikka tabe shu hayotimizni davomlashtira oladigan haqiqiy ozuqlik ato qildig'ini, haqiqiy bizning tashnaligimizni chanqigan, shu tashnaligimizni qondira oladigan shunday ozuqlik va suning bo'lsa haqiqatan Xudoning irodasi ichida, Xudoning so'zi ichida, Xudoning irodasini tamomlash yo'lida ham bo'lganligini bizga alaydan davat degan mazmun dal shu 4-bobda chiqadi. Dal shuningga o'xshash bu samariylik ayolning kundalik turmushidagi, kundalik shu faoliyatlari bo'yicha, ish faoliyatlari kundalik ritm bo'yicha dal shunday mengayotgan va shunday bugungi kunidami, ya'ni shu samariylik ayol bilan Hazrat Aysoning uchrashgan shu kunidami, samariylik ayol dal o'zining kundalik turmushi bo'yicha dal shunday vaqtda suvga chiqqan vaqtida Hazrat Ayso, ya'ni Xudo bo'lgan, o'zi Xudo bo'lgan Hazrat Ayso buni izlab keladi. Bu ayolni izlab, bu ayolning tashnaligini bilgan Hazrat Ayso, bu ayolning ichidagini bilgan Hazrat Ayso bu ayolni izlab kelganligini va bu ayolning ichidagi shu tashnalik, ichidagi shu chanqigan bir qalbni, ya'ni ichidagi bir qurib ketgan, qaqchirab ketgan shunday bir tashnalikni ko'rgan Hazrat Ayso buning bilan suv degan temada paraqlashganligini biz ham esga olamiz. Masalan, Hazrat Ayso to'g'risida, ya'ni Hazrat Aysoning inson qalbini bildigan va shuni inson tabiatini bildigan boshqa hech kimning uning bir narsa deb berishning hojati yo'q deb turib biz Yohanna bayon qilgan qo'shiq xabarda biz izchil shu taraflarni biz ta'kidlab kelgan. Masalan, shogird chaqirgan vaqtidami Hazrat Aysoning Nataniyalning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rgan vaqtida, endi bu ichida qilcha ilmiy kirsi yo'q, haqiqiy bir Isroil deb ninqan vaqtida men qanday odam ekanligimni qanday bildingiz, nerdan bildingiz degan o'xshash. Endi shu shogirdlarning ichidagi tabiati, ularning tabiati bo'lib Petroskumi ism qo'ygan vaqtida Kifas Petros bo'lsin degan vaqtida biz Hazrat Aysoning shu Petrosning keyingi hayoti, ya'ni e'tiqodchilik hayotidagi shu nimasi bo'yicha uning ismini Kifaska, Petroska o'zgartirganligini ham biz shu vaqtda ta'kidlab o'tgan edik. Ya'ni shu 2-bobning oxirgi mazmunlarida, ya'ni 24-oyat qaraydigan bo'lsam, ya'ni Kana yesidagi to'y ziyofati degandagi shu mazmunning oxirgi qismlarida, ya'ni Hazrat Ayso butkul insonlarning qalbini biladi va ularga ishonmaydi. İnsan tabiati haqida hech kimning unga bir narsa deb berishning hojati yo'q edi. Inson ko'nglida nima bor ekanligini u biladi deb turib, izchil shu Yohanna bayon qilgan qo'sh xabarda shuni izchil ham ta'kidlab turib, billa ma'noda shunaqa mazmunlar bilan. Shunga o'xshash bugungi mazmundami Hazrat Aysoning samariylik ayol bilan yaqinlashgan vaqtida, uning kundalik turmushidagi shuna kundalik ish faoliyati bo'yicha shu kundalik ish doirasi ichida Xudo bo'lgan Hazrat Ayso shu ayol bilan uchrashgan. Ya'ni kundalik turmush bo'yicha, shu kundalik ritm bo'yicha yashayotgan bu ayol bu kuni Xudoning o'g'li bo'lgan Hazrat Aysoni uchrashtirish orqali bu ayolning kundalik turmushi burunqiga o'xshamagan holatda o'zgarganligi, ya'ni bu ayolning kundalik turmushidagi shu tashnaligi, kundalik turmush usuli, bu ayolning hayotlik ma'nosi, hayot yo'lining dal mushu kundagi Hazrat Ayso bilan uchrashish orqali o'zgaradiganligini ham bu yerda bugungi mazmun orqali biz ko'rib olamiz. Ya'ni nima demoqchi desa, bizning kundalik turmushimiz ustida Xudoning hayotimizdagi shu irodasini, Xudoning bizning talab qilganliklarini, ya'ni bizga topshirganliklarini biz kundalik turmushimizda, kundalik ishlarimizda, shu o'zimizning kundalik ishlarimiz, ish faoliyatlarimizda shu Xudoning so'zi orqali, so'zi bilan yashash orqali, Xudoning so'zi bilan itoat qilib yashash orqali biz
Xudoning ulug'lig'ini, Xudoning bizning hayotimizdagi shu shon sharaflarini, Xudoning bizning hayotimizdagi mushundaq o'zgarishlarni biz ham ko'ra oladiganligimizni dal mushu mazmunlar orqali biz ko'ra olamiz. Xo'sh qarindoshlar, biz oldingi mazmunni yig'inchoqlaymiz, ham oldingi mazmunlar orqali biz anqara oladigan mazmunlarni bir qatim ko'rib o'taylik deb mazmun yana o'zgarib ketdi. Xo'sh, bugungi mazmun kelsak, bugungi mazmunda ya'ni oldingi qatimda Hazrat Iso bilan Samariyalik ayol o'tirsidagi parang, Samariyalik ayolning javobi, ya'ni taqsir, menga bu sudan bergaysiz. Shu su bilan tashnaligimni qondirib, quduqqa ikkinchi kelmaydan bo'lay degan mushu mazmun bilan biz tugatgan edik. Undaq bo'lsa biz muqaddas kitobni mazmuni ya'ni biz tafsili ko'rib o'tsak, ya'ni ayol mushundaq degan vaqtida Hazrat Isoning so'ragan savoli nima desa, berib eringizni boshlab keling. Ya'ni ayol aytdi, shu suni, ya'ni siz degan bayan manga degan shu suni, ya'ni hayotlik suyini, mangulik hayotlik bergan shu suni manga bergaysiz. Shunda vaqtda men tashnaligimni qondirib qayt kelmaydan bo'lay deb shuna degan vaqtida Hazrat Iso bu ayolning savoliga, ya'ni javobiga qarata yana bir savolni tashlaydi. Ya'ni berib eringizni boshlab keling. Ya'ni bu savolmi, ya'ni Hazrat Isoning bu qaytargan inkosi, ya'ni javobimi oldin qatimga o'xshashlam, ya'ni munosabatsizlik ko'rindi. Ya'ni men su bergaysiz desa berib eringizni boshlab keling deb bu ayolning o'zining shu qalbidagi o'z o'ylag'isimi kelmaydigan, o'zining qayta tilg'imi og'iz kelmagidek darajadagi shu ishini Hazrat Iso bu yerda tilga oladi. Ya'ni eringizni boshlab keling deb. Ya'ni insonning tabiatini bilib turg'uchi bo'lgan bu Rab ko'nglidagini, ya'ni ko'nglidagi azobini, inson ichidagi nimalarni o'ylayotganligini hamma bilib turg'uchi bu Rab ayolning eng odam qalbini echishtiradigan, ya'ni ayolning qalbini eng echishtiradigan, qalbini og'ritadigan shuna bir echinishlik tarafini o'ttirg'i chiqaradigan shu talabni qo'yib turib, eringizni boshlab keling deb turib, mushu savolni qo'ygan vaqtida ayol bo'lsa, erim yo'q degan deydi. Endi mushuna vaqtda Hazrat Iso erim yo'q deb rostni aytdingiz, basharga tekkan edingiz, hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi deb javob berdi. Ya'ni bu yerda ayolning erim yo'q degani hamda menga egi chiqqan odam yo'q, ya'ni mening beshimda bir xo'jam yo'q deydi. Ya'ni biz hozirgi turmushimiz bo'yicha o'ylash emas, biz o'zimizning tasavvur kuchimizni shu 2000 yil burungi shu jamiyatdagi ahvolga boshlab berishimiz kerak. Ya'ni 2000 yil burungi shu davrda ayollarning mustaqil bir ijtimoiy va jamiyat turmushi bo'lmagan shunday bir ahvol ostida o'z oldiga turmushini qamdab ketadigan, hayotini, ya'ni mavjudligini saqlab qola oladigan shunday bir mustaqil bir hayoti bo'lmagan shunday vaqtlarda, ya'ni erning o'ziga g'uji bo'lib, o'ziga bosh bo'lib, o'ziga egi chiqib, uning hayotiga egi chiqib, mas'ul bo'lib, oilasini va hayotini qamdaydigan shunday bir davrlarda faqat va erning qanoti ostida o'zining hayotini, mavjudligini qamdab ketalaydigan shunday bir davrlardagi bir vaqtlarda bu. Shunday vaqtlarda ayollarga nisbatan dal shunday bir erining, ya'ni o'zining hayotiga egi chiqadigan, o'zining turmushiga egi chiqadigan, o'zining mavjud ega chiqadigan bir erning peshini tutish, bir erning peshini tutib shuna bir turmushini qamdash, ya'ni turmush qurish ayollarga nisbatan bir baxtlik ayol, ya'ni baxt hisoblanadigan shunday bir vaqt, shunday bir davrlar. Mana shunday jamiyat xarakteri, shunday bir davriy arx ko'rinish aslida bu ayol bo'lsa, ya'ni o'ziga oxirgacha, o'zining hayotiga oxirgacha ega chiqadigan, mas'ul bo'ladigan, o'zining qanotining ostiga elib turib, bu ayolni qo'g'dab turib, bu ayolga bir turmush, ya'ni normal bir bolalarni beqib, o'zining oilasida o'tirib, erining xizmatini qilib, ya'ni burungi bir davrlar bo'yicha o'ylagan vaqtimizda shunday bir qildigan bir turmushining bo'lmaganligi, ya'ni turmushda tayanchisining, yo'lanchikining, ya'ni turmushida tayanchisi va yo'lanchiki o'zini qo'g'daydigan bir erkakning bo'lmasligi, hatto shuna jamiyatda kishilar orasida ham shuna bir, ya'ni bundoq ayollarning bo'lsa, jamiyatda albatta bir yomon otqi, yomon nomi bor-da. Ya'ni kishilar to'pidan chetga qiqilgan, normal bir munosabatdan chetga qiqilgan, boshqalarning nazarida yomon ko'rinadigan bir ayollarning tipi hisoblandi bu ayolning hozirgi ahvoli. Chunki shuna vaqtlarda buni biz 2000 yil burun deb tasavvur qilmasakmi, bizning burungi
bir davrlarimiz Uyg'ur jamiyatining burungi jamiyatimizniki ahvollarini biz kinolarda yoki nimalardan bir ko'rganlar bo'lsa buni tushuna oladi. Masalan, bir erga yotliq bo'lib, u erdan ajrish ketib, ikkinchi erga yotliq bo'lib, u erdan ajrish ketsa, ikki er yoki uch erga tekkan ayollar bo'lsa, buni jamiyatda ayollar orasida, jamiyatda kishilar orasida albatta bir yomon nom bor. Va yoki so'qishqoq demdi, va yoki o'rin demdi degan o'xshash. Va yoki boshqa bir nomlarni qo'yib turib, bu ayol Azazul yoki bu ayol undoq bo'lg'achqa eri uydan qo'g'ilib o'tgan nima degan o'xshash shunday bir yomon nomlarni qo'yadi. Qo'yadigan bir ahvollar bor edi. Lekin bu yerdamdi 5 erga tekkan edingiz, hozirgi siz bilan yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi deb berdi. 5 erga tekkanligini Hazrat Ayso aytadi. Ya'ni erga tekkanligini e'tirof qiladi Hazrat Ayso nikohlangan o'xshash erga tekkanligini. Shuningdek bu yerda 5 erga tekkan bir ayol bo'lsa, bu kishilarning orasida jamiyatda bu ayolning albatta bir yomon nomi, yomon atiqi va kishilar shu ayollar orasida hatto orsig'im olmaydigan shunaq bir jamiyatda shunaq bir chalki qiqilgan bir ayolning o'rnini biz his qilishimiz kerak bu yerda. Shunga bu yerda bu ayoldan eringizni boshlab keling deb Hazrat Aysoning bu savolni, bu temini bu ayolga qo'yishi bo'lsa, bu ayolning hayotidagi, turmushidagi eng chong azobi, eng chong bir ichidagi bir yarisi, hayotidagi bir o'zini azoblaydigan shunaq bir tarbi bo'lgan shu qismini, ya'ni yo'ldishi, eri masalasini Hazrat Aysoning bu o'tirib qo'yishi, ya'ni Hazrat Aysoning bu ayolning shu azobiga, shu eng ochiq yeriga, ya'ni yarisiga tegishi hisoblanadi hamda Hazrat Aysoning bu ayolga nisbatan ana shundoq temini, ana shundoq savolni, ana shundoq bir mazmunni bu ayolga asıltadigan, bu ayolning yarisini, bu ayolning shundoq bir azobini o'rlatadigan shundoq bir temini bu yerda Hazrat Ayso qo'ygan, eringizni boshlab keling deb turib. Ana bu Hazrat Aysoning bu ayol shu sunman bagaysiz, manguatlik suyman bagaysiz degan vaqtida, men tashnaligimni qondiray degan vaqtida Hazrat Aysoning bu ayolning ichidagi shu azobini, shu yarisini qo'lg'an qo'sha, shu yarisi bayaga tegadigan shunaq bir savolni, shunaq bir mazmunni u ayoldan so'raydi Hazrat Ayso. Ham shunaqla Hazrat Ayso ayolning javobiga asosan 5 erga tekkan edingiz, ammo hozir siz bilan yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi, buni to'g'ri aytdingiz degan vaqtida aningdan keyin bu ayol taqsir, men tushundim. Endi tushundim. Siz aslida payg'ambar ekansiz. Ya'ni boshqalarning hayotidagi azobi bo'lsin, boshqalarning hayotidagi kamchilligi bo'lsin, boshqalarning hayotidagi yarisi bo'lsin, boshqalarning hayotidagi va yoki insonlar ko'rmaydigan shunday bir tarafini ko'ra oladigan bo'lg'ashqa, dabbagan bo'lg'ashqa bu ayol shu vaqtda siz payg'ambar ekansiz, endi tushundim deb turib, ya'ni o'zining hayotidagi shu azobli bir kechirmishlarni, shu hayotlik jarayonidagi shu azobli vaqtlarni mujassamlashtirayotgan shu 5 er, ya'ni shu 5 er bilan yashash jarayonida o'zining hayotida qilib qolgan shuncha uzun shu 5 er bilan yashash jarayonidagi shu musofirlarni, hayot kechirmishlarni yig'inchoqlab beradigan shu 5 erga tekkan edingiz, hozir siz bilan yashayotgan sizning eringiz bo'lmaydi degan bu savolning ichida, bu javobning ichidagi shu mujassamlangan shu mazmunlar, shu tuyg'ular, shu tushunchalar orqali bu ayol endi tushundim, siz payg'ambar ekansiz deb Hazrat Ayso bo'lgan tushanchisini yana bir qadam ilgari bosgan, ya'ni tushunchisi bir qadam cho'nqurlashganligini bu yerda ko'ra olamiz. Ham shunaqla bu ayol shuning bilan Hazrat Aysodan izchil uzundan beri o'zining xiyolidagi bir masala bo'lgan, ibodatga oid bo'lgan shu masalani hamda Hazrat Ayso o'tirib qo'ydi. Hamda bugungi mazmundagi eng muhim bo'lgan tema dal shundoq ibodatga chetishlik bo'lgan mazmun. Bugungi mazmundagi biz qayta nihoyatda inchik to'xtalsaqmi ozlik qiladigan mazmun dal shu ibodat haqidagi mazmun. Xo'sh, uni biz ko'rib boqaylik. Shuning bilan 20-oyatda ayol so'raydi. Shuni aytib bersangiz, ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan. Lekin sizlar yahudiylar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb ching tursizlar deydi. Ya'ni shuna deb so'raydi. Ya'ni bu ayol degan ajdodlarimiz degan, ya'ni Shimoliy Isroildagi xalqlarda
bu tağ degeni yani bu yerda Shakemdagi gerishim tag'i degan shu tağ hisoblanadi. Bu yer tağ desak bizning nimamiz uchun biz qanday bir cho'ng va egiz tog' hisoblanmaydi. Masalan, bizning Tangri tog'idek unda bir cho'ng va egiz tog' hisoblanmaydi. Bizning vatanda yana va kichik tog'dan kichik do'ngdan cho'ngroq bir egizlikni bular shunday tog' deb oladi bu yerda. Yani bu yerda bayam deganimizdek bu Shakemdagi shu gerishim tag'i degan shu tog'ni shu tog'ni davatadi. Hamda bu tog'da ibodat qilib kelgan ajdodlarimiz degan endi bu Isroillar, ya'ni Shimoliy Isroillar. Biz oldin qatim mazmunimizni ya'ni izchil deb kelyapmiz. Isroillar Shimoliy Isroiliya va Janubiy Yahudiya deb ikkiga bo'lingandan keyin, ya'ni Sulaymon podshohning vafotidan keyin uning o'g'li taxtga chiqqan vaqtda Isroillar dal shunday ikkiga bo'linib ketdi emasmi? Ya'ni Sulaymonning o'g'li Rehoboam podshoh bo'lgan vaqtida dal shu vaqtda Janubiy Yahudiyani dal Sulaymonning o'g'li Rehoboam va Shimoliy Isroiliyani Yeroboam podshoh bo'lib, shuna ikki podshohlikqa bo'linib ketgan shuna vaqtda bu Shimoliy Isroiliyadagi bu Yeroboam bo'lsa, bu xalqning markaziy ibodatxona bo'lgan Yerusalimga qurbonlik qilish uchun, ya'ni ibodat qilib parvardigan ibodatxonasiga shuna berib kelib qilsa, xalqning ko'ngli yana qaytadan shu Yahudiya podshohiga mayil bo'lib egib ketish mumkin. Deb, yani o'zining podshohligini, o'zining shu podshohlik o'rnini saqlab qolish uchun shu joyda boshqalar bilan o'rdadagi kishilar bilan maslahatlashib, shu joyda ikki mozay, ya'ni mozaydan haykal yaratib, shu Isroillarning Yerusalim berishidan saqlash uchun shunala ularga shu ikki mozayni sizlarni Misrdan elib chiqqan ilohinglar mana shu deb turib, mozayning haykalining birini Baytalga, yana birini Donga shunda qo'yg'izib, yani tikiltib, shu joylarda ibodat qiladigan qilib belgilab yurdi. Hatto Hayit bayram kunlarini o'zi bir kunlarni belgilab, bekitib, yet qilib, ham shundaqla u joyda yana xizmat qiladigan kahin, laviylar bor deymiz. Bu kahin, laviylar bo'lsa, Harun jamiyatidan cho'qim Harunning avlodidan bo'lish kerak edi. Asli Xudo belgilab bergan belgilim bo'yicha aytgan vaqtida. Lekin bu podshoh bo'lsa, hammani o'zi xohligini bo'yicha, masalan, Hayit bayram kunini o'zi bekitgan kun bo'yicha, hatto bu Baytal bilan Donni qo'ygandimi, ikki mo'zani tiklagan emasmi? Ham shundaqla bu kahin, bu Xudoning xizmatida qildigan, Xudoning xizmatkorlari bo'lgan bu kahin, laviylarni ham normal oddiy xalqlardan tiklab turib, shuna bir kahinlikqa, laviylikqa tiklaydi. Ya'ni shu vaqtdan boshlab Sulaymon podshohning davridan keyin bo'lingandan boshlab, ikki podshohlar bo'lingandan boshlab, bu Shimoliy Isroiliyani butparastga boshlagan kishi dal shu tunji Shimoliy Isroiliyaning podshohi Yeroboam edi. Shunga bular Shimoliy Isroiliyadagi xalqlar garchi o'zini Misrdan elib chiqqan, ham shunala Musa, Ibrohim, Yaqub degan shu payg'ambarlarni hatto o'zlari e'tirof qilgan ajdodimiz deb yurgan bilan o'zlarining duo qilayotgan, ibodat qilayotgan shu joyi bo'lsa, qayerda desa, dal shu Yeroboam podshoh bekitib bergan shu joy. Hatta Xudoga ibodat qildigan, Xudo qurbonlik qildigan buna jarayonlar bo'lsin, usullar bo'lsin, Xudoning xizmatkorlari bo'lsin, bu hargiz Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning talabi bo'yicha, Xudoning qonuni bo'yicha, Xudoning ularga ko'rsatib bergan shu belgilamlar bo'yicha bo'lmasin, balki hammasi bu podshoh o'zi yetaklagan shu butparastlik usuli, butparastlikning yo'li bilan qilgan shunday bir usullar, shunday bir jarayonlar, shunday bir o'rinlar bo'lgan bo'g'ashqa bu Shimoliy Isroiliyadagi xalqlarning qilgan ibodati. Garchi ular Misrdan bizni Xudo elib chiqdi, payg'ambarimiz Musa va biz Ibrohim, Isoq, Yaqubning avlodlari deb turib bular bunday e'tirof, bularni bilgan bilan, lekin bularning ibodati, bularning turmush usullari, bularning e'tiqod qarishi, e'tiqod qalbi degandek narsalarimizni allaburun Xudodan yiroq bo'lgan, allaburun butparastlikning bir tarafi bo'lgan. Bir hisobda bu yerda shamonizm desam, masalan, sizlar tushunsizlar, chunki bizningmi bir shamonizmda bir tariximiz bo'lgan bo'g'ashqa, menimcha sizlar ham ko'p anglagan. Masalan, bizning ajdodlarimiz tog'larda yoki bir yolg'iz daraxtlarga shunday bir latalarni ortib berib, shu joylardan cho'qingan, do'ngliklarga, qumliqlarga berib, yerda bir nima ekan desa shay berib cho'qingan, shunday bir jiq bir
şekiller yani cık bir hurabi ve şunlarla bir şamanizmga o'xshash bir hurabi itiqat şekli, itiqat bir usulü bat dediğin o'xshash. Endi bu Şimali İsrailliklarmu bir hesapda ana shunga o'xshash do'ngliklarda, egizliklarda, amiyalarda dua qilib, ibodat qilib yurgan, ana shunday bir butparastlikdan farqlanmaydigan shunday bir ibodat shaklini ap yurgan shunday vaqtlarda shunga uzarab ketdi bu savol, yani bu ayolning so'ragan savolini yeyishay desam, yani shunga o'xshash ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan degan shu shakamdagi shu joy. Shunga sizlar bu birinchi podshohliklarning shu 12, 13 boblarni o'qisanglar, shu mazmunni tushuna olasizlar. Shunga bu tog'da ibodat qilib kelgan, lekin sizlar yahudiylar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb ching tursizlar deb. Endi bu yahudiylar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb ching turdi desa, bular Misrdan chiqqandan keyin Musa orqali Xudo Xudoning amr farmonlarini, shu Tavratni bularga tushirib bergan emasmi? Shu vaqtda biz qonun sharhini o'qiydigan bo'lsak, qonun sharhi 12-bobdan toki 26-bobgacha qadar mazmunlarda Xudo deydi: "Men o'z nomimni tiklash uchun tanlab olgan bir joy bo'ldi. Sizlar shu joyga berib ibodat qilsizlar. Hargiz do'ngliklarda, ya'ni mushu, ya'ni sizlar qo'g'lab chiqargan, qonondagi sizlar qo'g'lab chiqargan mushu yot Allohga o'xshash, butparast Allohga o'xshash har bir do'ngliklarda ibodat qilsanglar bo'lmaydi" deb turib Xudo allburun deb bo'lgan. Shuning uchun biz podshohlar qismini o'qisakmi, mushu Yahudiyadagi podshohlar bo'lsin, Shimoliy Isroiliylar, Janubiy Yahudiyadagi podshohlarning qilgan ishlarni mushu selishtirib turib, yomon Parvardigor nazarida yomon ishlarni qildi deb qilgan bo'lsa, ba'zi podshohlarni Parvardigor nazarida durust bo'lgan ishlarni qildi deb turib ham oqidan deydigan so'zi barliq shu yuqori joylarni, butparast cho'qinan shu joylarni tozaladi, isloh qildi degan mazmunlar biraqlam chiqadi. Demakki bu savolni yana 20-oyatni tushunish uchun shu podshohlar qismini sizlar o'qib olsanglar, nihoyat aniq tushuna olasizlar. Shuning uchun Janubiy Yahudiyadagi, ya'ni Xudoning xalqi bo'lgan bular ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb turvag'ini, Yahudiylarning deb mushundaq turvag'ini ham mushiyadan kelib chiqqan. Endi mushu savolni qo'ygan vaqtida Hazrat Isa bo'lsa, uningga bergan o ayolning savoliga bergan javob bo'lsa, "Xonim, so'zlarimga ishining, shunday bir vaqt keludiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishning hojati qolmaydi" deydi. Ya'ni bu taqqa, ya'ni shakamdagi, ya'ni shu Shimoliy Isroildagi xalqlar shunday ibodat qilib kelgan bu taqqa bo'lsin va yoki Yahudiylar, ya'ni Janubiy Yahudiyadagi shu Yahudiylar ibodat qilayotgan shu markaziy ibodatxona. Ya'ni biz shu Yohanna bayon qilgan xush xabar 2-bob, ya'ni Kanayislik to'y ziyofatidan keyin Hazrat Isoning shu ibodatxonaga ovqatchilarni qo'g'lab chiqargan, ya'ni ibodatxonani tozalagandan keyin shu nimasini biz ko'rib o'tgan edik. Shunga o'xshash, endi Hazrat Iso deydi, endi shunday bir vaqt keladiki, Manga ishiningki, ya'ni shunday bir vaqt keludiki, Xudoga ibodat qilish uchun bu taqqa, ya'ni shakamdagi, ya'ni hozir Samariyada bo'lgan bu shakamdagi bu taqqa kelishning, ya'ni bu taqqa kelib ibodat qilishning va yoki ana shu Janubiy Yahudiyada, ya'ni Yerusalimdagi shu markaziy ibodatxonaga berib, shu joyda ibodat qilishning hojati qolmaydi deydi. Undan nima uchun bu yerda Hazrat Iso mushu javobni bergan, ya'ni Xudoga ibodat qilish uchun bu taqqa yoki Yerusalim berishning hojati qolmaydi deydi. Chunki bayam degan o'xshash biz 2-bobda dal shu Hazrat Isoning ovqatchilarni, ya'ni ibodatxonaga ovqatchilarni qo'g'lab chiqarib qilgandagi shu ishlarni biz ko'rib o'tgan vaqtimizda, ya'ni shu vaqtda, ya'ni 2-bob 21-oyatda halbuki Hazrat Iso aytgan ibodatxona uning o'z teni edi deb turib, yerda ibodatxonni biz Hazrat Isoning tenini haqiqiy insonlar bilan Xudoni bog'laydigan, insonlarni, gunohkor insonlarni Xudoning oldiga elib keladigan, boshlab keladigan, Xudoga ibodat qila oladigan, Xudoning huzuriga kela oladigan, Xudoni tuna oladigan, haqiqiy Xudo xursand bo'ladigan shu ibodatni qila oladigan ibodatxonning dal Hazrat Isoning teni ekanligini deb turib biz ko'rib o'tgan edik. Dal shunga o'xshash bu yerda Hazrat Isoning demoqchi bo'lgan bu ibodatxona dal o'zining teni emasmi? Shunga ayolga deydi. Shunday bir vaqt keludiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishning hojati qolmaydi. Chunki Rabbning teni dal
kishilarni Xudoning oldiga olib boradigan, Xudo xursand bo'ladigan shu ibodatni qila oladigan ibodatxona dal Rabbning tini bo'lg'achqa Hazrat Isa bu ayolga shunday javob berganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Endi nihoyat muhim bo'lgan mazmun bu yerda edi Hazrat Isa. Sizlar Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Biroq biz Yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutqizilish Yahudiylar orqali dunyoga keladi. Ya'ni bayam degan, ya'ni bu Samariyaliklar, ya'ni Shimol Isroildagi bu xalqlarning orq ko'rinishi va bularning ibodat shaklini, bular qanday ibodat qilganliklarini bayon dedim, boshlab so'zladik. Oldingi darsimizda biroz so'zlab o'tgan edik. Samariyadagi kishilarning orq ko'rinishi va ularning kelib chiqishi degan mazmunlarni biz oldingi darsimizda deb o'tgan. Ham bularning bayon biz mush 20 oyatni, 4-bab 20 oyatni, ya'ni bu ayolning ajdodlarimiz bu taqda ibodat qilib kelgan, sizlar nima uchun ibodatni Yerusalim qilish kerak deb chaqirtirsizlar deb mushu savolini tushunish uchun biz bu Samariyadagilarni, bu Shimoliy Isroildagilarning ibodat shakllarini biz ko'rib o'tgan edik. Dal shuningga o'xshash bu Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaydiganligini Hazrat Isa ta'kidlaydi. Chunki biz bayon dedik, ular garchi o'zini Misrdagi qulluq hayotidan boshlab chiqishining dal Parvardigor ekanligini bilsimi, ham Musa payg'ambar orqali ularning Misrdan chiqqanligini bilsimi, ham ularning Ibrohim, Isoq va Yaqubning o'zining ajdodlari ekanligini e'tirof qilsimi, lekin bularning ibodati Xudo ko'rsatib bergan, Xudo rozi bo'lgan, Xudo ularga belgilab bergan, Xudoning so'zi bo'yicha bo'lgan shunday ibodat bo'lmasdan, balki bularning ibodati dal yot Allahning ibodati bilan o'xshash, yot Allahga o'xshash butga cho'qinishdan boshqa narsa emasligini Hazrat Isa bu ayolga ta'kidlab berdi. Chunki anglash, ya'ni bular anglagan bo'lishi mumkin. Yaqubning ishizlarni, ya'ni Yaqub qudugi deb deydi emasmi? Ham shundaqla Ibrohimning qilgan ishlarini va Musa payg'ambarning ularni Misrdan olib chiqqan qilgan ishlarini bular anglagan bo'lishi mumkin. Anglash boshqa, Xudoni tunib turib uning ibodat qilish, Xudoni tunib turib uningga haqiqiy sajda qilish o boshqa. Ya'ni Xudoga ibodat qilish, Xudoga sajda qilish degan Xudoning so'ziga itoat qilishdan boshlandi. Ya'ni Xudoning amr farmonlariga, Xudoning tuzilmalariga, belgilab berganlariga, Xudoning shu degan so'zlariga, shu yetaklagan yo'llariga itoat qilish dal Xudoga ibodat qilishning tunji qadami hisoblanadi emasmi? Lekin Xudoning so'zlariga, Xudoning amrlariga itoat qilmay turib, Xudo ko'rsatgan yo'llar bo'yicha mangmay turib, garchi Xudoni anglasimi, Xudo shu deb anglagan bo'lsa-mu, lekin Xudoning so'ziga itoat qilmay turib, Xudoning shu belgilab bergan amr farmonlarini itoat qilmay turib, ularni tutmay turib, qandaqmi Xudoni tushuna oladi, qandaqmi Xudoga yaqin kela oladi degan o'xshash. Chunki Xudoning belgilab berganlari, amr farmonlari, Xudoning so'zlari dal bizni Xudo o'zining yana yetaklaydigan shu yo'l bo'lg'achqa, shuni amrlar bo'lg'achqa, Xudo bizga shu amrlarni bergan, shu yo'llarni bizga ko'rsatib bergan. Lekin Xudo bizni o'zining oldiga yetaklab bergan shu yo'llarni bizga ko'rsatib bergan bo'lsa, uningda mangmay turib, uning itoat qilmay turib, qandaqmi Xudoning yana bora oladi, qandaqmi Xudoni tushuna oladi, qandaqmi Xudoni tuna oladi degan o'xshash. Xudoni tunmay turib, Xudoning yo'llariga, Xudoning belgilamlariga, Xudoning so'zlariga itoat qilmay turib, qandaqmi Xudoga ibodat qilg'il bo'lsin degan gap bor. Shuning o'xshash bu yerda Hazrat Isa Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Ammo biz Yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz deb bu ayolga bularning, ya'ni ibodatning haqiqiy mohiyatining nima ekanligini bu ayolga tushuntirayotganligini, izohlayotganligini biz bu orqali anqara olamiz. Ya'ni Hazrat Isa deydi, biz Yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutqizilish Yahudiylar orqali dunyoga keldi. Bu yerda bu ayol deyamiz, masalan, Yahudiylar ibodatni Yerusalimda qilish deb chingtirsizlar deb degan emasmi? Chunki bu chingtirishi dal Yahudiylar Xudoning dal shu irodasi, shu Xudoning yo'llari ko'rsatgan amr farmonlarini tutgan bo'lg'achqa, tutib minish uchun qilayotgan bo'lg'achqa, dal shunga shunday ibodatni Yerusalimda qilamiz deb chingtirganligining sababi modal bular o'zlarining kimga ibodat qilganligini bilganligi uchun, ham shundaqla Xudoning bular orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining nimaligini bular bilganligi uchun, ya'ni qutqizuvchining, Masihning, dal shu Davudning podshohligini mustahkamlaydigan mangulik podshohlik quruvchi birining bularning orasida kelganligini ham bularning bilib,
Yani Yahudilarning bilib turib shuni kutayotganligini shuni deb turib bu yerda samariyalik ayolning bu tushanchisini haqiqat bo'yicha bu yerda izohlab to'g'rilab yurayotganligini biz ham bu yerda ko'rib olamiz. Әмді davomini ko'rsak 23 oyatda shundoq bir vaqt keldiki, shundoqla kelib qoldiki, kishilar ruhiy bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qiladi. Aristokratimiz o'zi ya'ni shundoq haqiqiy ibodat qilguvchilarni izlamoqda deb turib, bu yerda bayon biz ibodat to'g'risida so'zlagan emasmi? Shunga bu yerda haqiqiy ibodatning qandoq bo'lganligini, ya'ni Xudoga haqiqiy ibodat qilishning qandoq bo'lganligini bu yerda o'ttirib qo'ydi. Ya'ni Hazrat Iso deydiki, ya'ni shundoq bir vaqt keldi, ya'ni kelib qoldiki, kishilar ruhiy va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qildi deb yerda kishilar ruhiy bilan degan gap yerda muqaddas ruhning yetaklashi, muqaddas ruhning anqirishi, muqaddas ruh bilan ham shundoqla Xudo oshkorlagan haqiqat nima? Xudoning so'zi. Xudoning so'zini mujassamlagan, Xudoning so'zini bizga yetkazgan, Xudoning kalom bo'lgan dal shu Hazrat Isoning ichida turib uning ibodat qildi. Ya'ni Xudoning Hazrat Iso orqali bizga oshkorlagan, bizga yetkazgan Xudo o'zining mukammal bo'lgan shu haqiqati ichida uning ibodat qildi degan gap. Ya'ni muqaddas ruhning yetaklashi ham shundaqla Hazrat Isoning ichida turib Xudoga ibodat qilish. Bu mazmunni davomli Yuhanna bayon qilgan xo'shlarni ko'rgan bo'lsak, izchil ta'kidlaydi Hazrat Iso. Ya'ni sizlar menda bo'lmay turib otamni ko'rolmaysizlar, sizlar menda bo'lmay turib yaxshi meva berolmaysizlar degan o'xshash barcha mazmunlar dalmish Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabarda. Shunga bu mazmunlarni biz bag'an siri ko'rgan siri taxmi cho'nqir tushuna olamiz. Ya'ni Hazrat Isoda turib ibodat qilish, muqaddas ruhning yetaklashi turib ibodat qilish degan nima? Haqiqiy ibodatning dal shu Xudoning muqaddas ruhi va Hazrat Iso ichida ibodat qilish ekanligini biz mushu Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabarni izchil ko'rish orqali haqiqiy sog'lom bo'lgan, haqiqiy Xudo xursand bo'ladigan ibodat qilishni biz mencha shunday sog'lom holatda biz bir qatim anqirab o'rganib chiqa olamiz, farq etib chiqa olamiz deb qarayman. Chunki hozirgi davrimizda ham nurg'un e'tiqodchilar bor, sizlar balkim to'rlarda ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin, YouTube'larda ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin, atrofinglarda ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Haqiqiy mohiyatni tashlab turib, ya'ni meg'izni tashlab turib, shakalni tutib turib, shu shakal bo'yicha, ya'ni haqiqiy mohiyatni tashlab qo'yib, mohiyat bo'lmagan, tubki mohiyatdan yiroq bo'lgan shunday usullar bilan ibodat qildiganlar nihoyat ko'p atrofimizda ham e'tiqodchi degan bilan. Shuning uchun biz ham o'zimizning kimga ibodat qilayotganligimizni, o'zimiz kimga haqiqiy madihiya naqshlarini o'qiyotganligimizni, o'zimiz kimni ta'riflayotganligimizni, o'zimiz kimga haqiqiy bosh urayotganligimizni, o'zimizning kimga sajda qilayotganligimizni, o'zimizning hozir ibodat biz har vaqt har hafta shunday bir yig'ilishlarda ibodat qilgan vaqtlarimizda biz bu ibodatni shu tuzilma bo'yicha ibodat qilyapmizmi yoki shu kayfiyat ishida turib o'shalarning kayfiyatiga cho'kib turib shunday ibodat qilyapmizmi yoki o'zimizning his tuyg'umizga agishib o'zimizning tuyg'umizga agishib tuyg'umiz bilan ibodat qilyapmizmi yoki o'zimizning tajriba savodlarimiz bo'yicha Xudoning haqiqatlarini yakunlab shu tajriba savodlarimizni Xudoning haqiqati deb chakarlab turib shularga ishinib yuryapmizmi yoki haqiqiy uning ustida turgan Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqir tushunchamiz bilan Xudoning so'zini tunib turib, shunday bir Xudoga ibodat qilib, haqiqiy Xudoga shon sharafni qaytaryapmizmi, haqiqiy Xudoni ulug'lab, Xudoni madihlab, Xudoga shunday bir yangi naqshlarni, yangi madihiya naqshlarimizni, Xudoga shu o'zimizning qalbidan chiqqan e'tiqodimizni e'tirof qilyapmizmi degan o'xshash. Shunday narsalarni, shu ibodatimizni, iymonimizni, e'tiqod shaklimizni shu mazmunlarni biz cho'nqir ko'rish orqali biz bir qatim tekshirib o'taymiz desam bo'ldi. Ya'ni biz qisqasi 23-oyatda shunday bir vaqt kelib qoldiki, kishilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qildi. Aristokratimiz o'ziga ana shunday haqiqiy ibodat qiluvchilarni izlamoqda deb turib, haqiqiy dal shunday Xudoning anqirtgan, ya'ni Xudo yetaklayotgan muqaddas ruh emasmi? Shu muqaddas ruh ichida turib va Hazrat Iso ichida turib
Xudoning muqaddas ruhi va Hazrat Iso ichida turib, Xudoni izlaydigan, Xudoga talmiradigan, haqiqiy Xudoni tunish qilam tashna bo'lib, iltijo bo'ldigan, o'zining tashnaligi, birdan-bir muhtojligi, hayotining ma'nosining haqiqiy Xudoni tunish, o'zining xo'shalligi Xudoni tunishdan, Xudoning so'ziga itoat qilishdan keldi. Deb turib, shunday bir Xudoga ibodat qilgan, Xudoning so'ziga itoat qilguvchilarni Xudo izlamoqda deb turib, bu yerda shuna da'vat qilganligini biz ham bu yerda anqira olamiz. Hamda 24-oyatda Xudo ruhdir. Uning ibodat qilguvchilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qilish kerak deb turib, Xudoning bu yerda ruh ekanligini va uning ibodat qilish uchun dal shu Xudoning ular bizning qalbimizga taqan muqaddas ruh bilan va Xudo oshkorlagan, ya'ni Hazrat Iso orqali oshkorlagan shu haqiqat ichida, ya'ni haqiqat bo'yicha uning ibodat qilish kerakligini yana bir qatim yig'inchoqlaydi. Chunki bu yerda Xudo ruhdir deb bu yerda ta'kidlashi inson o'zining tushunchasi, insonlik bilimi, insonlik tushunchasi, insonlik tajribasi, saboqlari, insonning bilgan, ko'rgan, anglaganlari shu bo'yicha asallam Xudoni Munda Xudo deb turib, ya'ni insonlar shunday ta'sirlab oldi, shunday tushunib oldi. Ya'ni Xudo undaqdir, Xudo bundaqdir deb turib, o'zining tajriba saboqlari, o'zining shu turmush jarayonlari, yakunlaganliklari, o'zining bilimlari, anglagan, ko'rganlari bilan doim Xudoni undaq deb turib, balki hukm atalg'u, ya'ni Xudo deb turib shunday tushunib oldi. Lekin bu yerda alohida ta'kidlaydigani Xudo ruhdir deb turib, ya'ni inson emas yoki inson ko'z bilan ko'rgil bo'ladigan shunday bir mavjudot emas. Chunki butga cho'qinish dal shunday bir narsalarning tasavvuri bo'yicha, ya'ni inson o'zining tasavvuri bo'yicha Xudo mundaq deb turib, o'zi yasab olgan shuna haykallar, shu dal shunda burungi davrlarda shuna butparastlikning bir shaklida emasmi? Dal shunga o'xshash Xudo undaq nima emas, inson emas va ko'zgil ko'rgil bo'ladigan shunday mavjudot emas, balki Xudo ruhdir. Shunga Xudoga inson ruhi bilan, ya'ni Xudoga ibodat qiluvchilar dal Xudo ato qilgan muqaddas ruh bilan Xudoni tushunib turib, Xudoning haqiqatini anqirab turib ibodat qilish kerak. Hargizmi inson o'zining tushunchasi, o'zining usullari, o'zining xohishi, o'zining tasavvurlari bo'yicha Xudoga ibodat qilish, u dal Xudoga ibodat qilish bo'lmasdan butga cho'qinish bo'ldi deganni biz bu yerda yakunlaymiz. Shunga Xudo ruh bo'lg'achqa, Xudoga ibodat qilish uchun Xudo bizning qalbimizga ato qilgan muqaddas ruh. Muqaddas ruhning bizga Xudoni anqiratqizishi, Xudoning yo'llarini, Xudoning so'zlarini anqiratqizish bilan shu muqaddas ruh ichida biz Xudoga haqiqiy ibodat qila oladiganligimizni, Xudo oshkorlagan haqiqat deganimiz dal Xudo Hazrat Iso orqali barcha irodasini, planlarini, o'zining podshohligini oshkorladi bizga, o'zining haqiqatini, o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlarini bizga oshkorladi. Dal shu Hazrat Iso orqali bizga oshkorlagan haqiqatning ichida, dal shu Xudo qilayotgan ishlari, Xudoning irodasi yo'lida, Xudo bizni yetaklagan yo'llarda, shu Xudoni ulug'lab turib, Xudoga ibodat qilishning dal shunda Xudoning bizga ato qilgan shu muqaddas ruhi va bizga oshkorlagan Hazrat Iso orqali oshkorlagan shu haqiqati so'zlar orqali biz haqiqiy Xudoga ibodat qila oladiganligimizni bu yerda yig'inchoqlab berdi. Shuna qilib, ya'ni Hazrat Iso bu ayolning savoli, ya'ni uzundan beri o'zining qalbidagi masala bo'lgan, o'zi hech tushunamagan, ya'ni bizning ajdodimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan, lekin sizlar yahudiylar nimishki ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb ching tursizlar deb turib, o'zining qalbidagi shu tuguni bo'lgan shu savolni, ya'ni ibodatga bo'lgan bu ayolning tushunchisini, ibodatga bo'lgan bu ayolning qalbidagi shu tugunni Hazrat Isoning haqiqiy men shundaq haqiqiy ibodatning qandoq bo'lganligini deb turib, ibodat degan shu atalg'uga izoh berish orqali ibodatni ham bizga, bugungi bizlarga ham haqiqiy ibodatning nimaligini bir qatim qalbimizni silab turib, qalbimizni tekshirib turib, haqiqiy ibodatimizning qanday bo'lganligini bizga ham anqiratqizgan bir savol, bir mazmunni bu yerda o'tirib qo'yganligini biz ham ko'ra olamiz. Shunday qilib 25-oyatda ayol Hazrat Isoga Masihning, ya'ni qutqizuvchining kelganligini bilaman. U kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib berdi deydi. Ya'ni chunki bu yerda Hazrat Iso deganimiz Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uning ibodat qilish kerak deb degan emas. Shunga bu ayol qutqizuvchi Masih kelgan vaqtida haqiqatni bizga to'liq tushuntirib berdi deb shuna deydi. Shuning bilan Hazrat Iso dal siz bilan so'zlashayotgan men u bilaman, ya'ni shu qutqizuvchi Masih, siz deb o'tgan shu Masih qutqizuvchi siz bilan hozir so'zlashayotgan men bo'laman
Mən dəl şu Məsih, yəni qutquzucu mən bo'laman deb turib bu yerda Grekcha ami ego. Yani mən udurman degan bu so'zni, ya'ni ego, ami degan bu so'zni bu yerda o'tirib qo'ydi. Biz Yohanna bayon qilgan xush xabarni dastlabda biz o'tishdan burun mush ego, ami shaklda Rab Aysoning o'zini tunishtirgan mushundaq nimasi, ya'ni 7 dona ego, ami uchraydi deb degan edik. Men uzuqliqdirman, men yo'riqliq va nurdurman, men yo'l, eshik, yaxshi padichi, hayotliq, o'zim tili degandek mushundaq bir shaklda jumla shakli chiqadi. Ya'ni men o'dirman degan shakl chiqadi degan emasmi? Bu bir hisobda Musa Misrdan chiqishni o'qisanglar chiqadi. Musa Xudoning oldida Xudo Musani avatman degan vaqtida, men ularga zodi qaysi Xudo meni avatdi deyman degan vaqtida, men mangu bor bo'lguchidirman deb bizning kitobimiz shundan tarjima qilgan. Bu jumla shaklimi İbranicha shu nim bilan o'xshab qoldi. Ya'ni men o'dirman. Men mangu bor bo'lguchidirman degan o'xshash. Ya'ni bu yerda Hazrat Aysomi bu yerda ego ami deb turib, men o'dirman deb turib, o'zining xudoligini, o'zining qutquzuvchiligini, dal shu o'zining shu haqiqat ekanligini bu yerda ta'kidlaganligini biz ham bu yerda bu orqali ko'rib olamiz. Endi dal shu vaqtda o'zining qutquzuvchi ekanligini, ya'ni men o'dirman deb turib, men u bo'laman degan vaqtda dal shu vaqtda Hazrat Ayson shogirdlari qaytib kelib, Samariyalik ayol bilan so'zlashayotganligi hangtan qolgandiki mazmun. Qarindoshlar, bugungi mazmun uzarab ketgan bo'lg'achqa, bugun dal 26-oyatgacha ko'raylik. Endi bu asli bugun 30gacha ko'raylik degandik. Vaqt uzarab ketgandek. Shunga 27-oyatdan boshlab davomini biz keyingi qatimliq darsimizda davomli ko'rib o'taylik. Bu mavzuga aldirab ba'zan mazmunlar tushib qolishi mumkin. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmun asosan ibodatga markazlashgan bir mazmun desam bo'ldi. Shunga biz bu samariyaliklarniki amal bo'lsa, sizlar bu podshohlar qismini o'qib turib, bu samariyaliklarning ibodatining asli qanday bir ibodat shaklini bular saqlab kelgan, ibodat qilib kelganliklarini bir ko'rib o'tib, andan keyin bugungi mazmunni bir qatim o'qib, ham o'zinglarning hayotinglarda, o'zinglarning ibodatinglarni bir qatim tekshirib, anqirab ko'rishinglarni ham umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglarga Xudodan kelgan aql farosat, Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, ro'shan qalbni sizlarga ato qilishini, kunlik turmushinglarda, kunlik hayotinglardagi har bir ishlaringlarda Xudoning so'zi bilan yashab turib, Xudoning shu ulug'ligini, Xudoning shon sharafini kunlik turmushinglarda Xudoni texim his qilib, Xudoni texim tunib, Xudoning ulug'ligini ko'rishinglarni men tilayman. Ma'qulamiz qarindoshlar, omon bo'linglar.